Salom, men Timur. Bugun biz sizlar bilan eng ko'p sotiladigan o'rta sinfga mansub bo'lgan telefonlar haqida gaplashamiz. Nega ko'p sotiladigan? Chunki narxlari unchalik qimmat emas. Bugungi mehmonimizda Samsung Galaxy A57 va yangi chiqqan Honor 600. Ikkalasi ham 26-yilda chiqqan telefonlar va bir-biriga nisbatan dostoyniy konkurent deb hisoblanadi. Samsungning narxi bazaviy versiyasi uchun $500 atrofida, agarda to'g'riroq aytadigan bo'lsak $490. Honor 600 imizning narxi $550 atrofida. Honor ozgina bo'lsa ham qimmatroq chiqyapti A57 ga qaraganda va biz bu jihatini ikkala telefonni taqqoslayotgan paytda albatta inobatga olamiz. Lekin shu narsani inobatga olish kerakki, hozirgi paytda umumiy dunyoda situatsiya stabil emas. Masalan, e'tibor bergan bo'lsangiz agar, operativkalarni va video kartalarning narxi juda ham oshib ketgan. Chunki sun'iy intellekt rivojlanaverib, mana shu video karta operativka ishlab chiqaradigan kompaniyalar B2C emas, balki B2B sotishga o'tib ketgan. Ya'ni mana shu sun'iy intellekt yaratayotgan kompaniyalar operativkalarni, video kartalarini tonnalab sotib olyapti. Shuning uchun biz iste'molchilarga yetishmovchilik bo'lyapti. Shuni hisobiga video kartalar kam bozorda va ularning narxi oshib ketyapti-da. Xuddi shu narsa mikrochiplarga va operativkalarga ham bog'liq va bu narsa ertaga telefonlarning qimmatroq bo'lishiga ta'sir qilishi mumkin. Bunga ham. Xo'sh, endi kelinglar ko'ramiz, bu pulga koreyaliklar bizga nima taklif beryapti va xitoyliklar nima taklif beryapti. Ketdik. Agarda bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz mana bu quloqchinlarni yutib ketishingiz mumkin, do'stlar. Kelinglar endi Honorning raspakovkasidan boshlaymiz. Tak, korobkasi qalin Honorning. Mana telefonimizni o'zi, do'stlar. Kravatka. Bu yerda skrepka. Bu yerda g'ilof prozrachniy. USB Type-C ga USB-A va 80 wattlik adapter pitaniya. Telefonning o'zini ko'ramiz. Do'stlar, bu telefondan meni birinchi hissiyotim bilasizlarmi qanaqa bo'ldi? Masalan, agarda sizga Olma kompaniyasining mahsulotlarining dizayn kodi yo'qsa, to mana shunaqa $500 ga Honordan variant ham bor. Lekin shu narsani inobatga olish kerakki, bu telefonni qora va qaymoq rang versiyalari ham bor ekan va aynan qora rangida bu telefon iPhone ga uncha o'xshamaydi o'zi. Atrof ramkalari alyuminiydan, orqa paneli esa mat qoplamli shisha bilan qoplangan ekan. Korpusi monolitniy bo'lganligi va IP69K standartini bu telefon qo'llab-quvvatlashligi bu menimcha katta plyus. Honorimiz Samsungdan $50-60 ga qimmatroq-ku, to'g'rimi? Va bu qimmatligini faqatgina shu komplektatsiyasi oqlab turibdi. Chunki uning ichida mayli g'ilofni inobatga olmaymiz, 80 wattlik adapter pitaniyasi bor. Agarda siz buni originalini tashqaridan olaman desangiz, to taxminan shu $30-40 ga tushadi. Samsungga keladigan bo'lsa agar, Samsungning dizayni qo'pol qilib aytganda 100 yildan beri o'zgargani yo'q. O'sha dizayn, masalan, o'tgan yilgi A56 ni oladigan bo'lsangiz ham, xuddi o'sha dizayn kod turibdi, do'stlar. Samsung bu yo'nalishda stabil yigitlar. To'g'rimi? Bu yerda ham ramkalar alyuminiydan qilingan, orqa paneli esa oddiy shisha bilan qoplangan, matoviy emas, balki glyansoviy. Bu yerda отпечатки пальцев qolib ketishi mumkin. No, не суть. Changdan va suv zarrachalaridan himoyasi ham bor, faqatgina IP68 standarti bo'yicha. Bu ham yomon emas, no baribir IP69K ga tortmaydi baribir. Bittasining dizayni eski bo'lganligi uchun, ikkinchisi esa o'zini firmenniy dizayn kodidan chiqib ketganligi uchun dizayn borasida hech kim hech qanaqa balo olmaydi, do'stlar. Displeyga keladigan bo'lsak, Honorimizda 657 dyuymlik AMOLED displey o'rnatilgan, 120 Hz ni qo'llab-quvvatlaydi. Undan tashqari bu yerda shim 3840 Hz. Bu narsani ham inobatga olish kerak. Yorug'ligiga keladigan bo'lsak, Honorning o'zini aytishi bo'yicha 8000 nit ekan pikoviy yorug'ligi, lekin agarda siz ko'chaga jazirama issiqda quyosh tagiga chiqsangiz, o'sha pikoviy yorug'ligini teng yarmini bera oladi. Samsungning displeyining hajmi esa 607 dyum, ozgina kattaroq va bu yerda Super AMOLED texnologiyasi o'rnatilgan, do'stlar. 120 Hz bu yerda ham bor, lekin afsuski bu yerda pikoviy yorug'ligi 1900 nit maksimum. To'g'risini aytadigan bo'lsam, Honorning displeyi quyosh tagida yorqinroq bo'ladi bunga qaraganda. Displey borasida Honorning yarkosti balandroq bo'lganligi uchun bizga 1 ballni Honorning displeyiga berishga to'g'ri keladi. Shunda hisob ana endigina ochildi va umumiy hisobimiz 1-0 bo'lyapti Honorning foydasiga hozircha. Mosh esa keladigan bo'lsak, do'stlar, Honorimizda Snapdragon 7 Gen 4 plus 8 GB operativ xotira turibdi. Samsungimizda esa Samsungning o'zini Samsung Exynos 1680 protsessori plus 8 GB operativ xotira. Почти bir xil. Ikkalasini ham biz Geekbench oldida test qilib o'tkazdik. Mana natijalarini o'zingiz ko'rishingiz mumkin va bu yerda simvolически bo'lsa ham Samsung ko'proq ballarni chiqarib berayotganligi uchun
Biz 1 ballni bu yerda Samsungga berishga majburmiz. Shunda hisobimiz hozircha tenglashdi va 1 ga erishdik. Kameralarga keladigan bo'lsak, Honor'ning asosiy kamerasi 200 megapiksel maksimum tushiradi va Samsungimiz esa maksimum 50 megapiksel bilan tushiradi. Ikkalasida ham shirik bor, ya'ni keng burchakli linza bor. Ikkalasida ham u 12 megapikselga. Lekin Samsungda 5 megapiksellik makro obyektivi ham bor. Afsuski Honor'da unaqa makro obyektiv yo'q. Honor'ning frontalkasi 50 megapiksel, Samsungning frontalkasi esa 12 megapiksel. Rasmga tushirishi mana bunaqa. Agarda siz bu rasmlarni 1x uzoqlikda ko'rsangiz, to praktik hech qanaqa farq ko'rmaysiz. Lekin agarda siz uni zoom qilishni boshlayversangiz va bu yerda 200 megapiksel o'zi haqida asta-sekin gapirishni boshlaydi. Videoga keladigan bo'lsak, mana sizga taqqoslash. Xullas, mana bu Samsung Galaxy A57 ni video tushirish sifati 4K 30 kadrga tushiradi. Mana hozir kun yorug', quyosh. Ana tashqarida olyapman, ko'rishingiz mumkin o'zingiz. Qanday? Ma'qulmi? Ana endi Honor'nikini ko'ramiz. Mana bu esa Honor 600 ni video tushirish sifati. Bu yerda ham 4K 30 kadr maksimum tushiriladi. Mana bu esa taqqoslab ko'rishingiz mumkin. Rang bo'yicha, ovoz bo'yicha, hamma narsa bo'yicha, stabilizatsiya bo'yicha, marhamat. 1x da turibdi. Unisi ham 1x da turgandi. Mana shunaqa gaplar. To'g'risini aytadigan bo'lsam, kamera borasida ikkala telefonni bir-biridan ustunligini men ko'ra olmadim. Qaysidir boshqasining ustidan nima deydi, bir kalla ziyod emas. Ikkalasi ham taxminan bir xil levelda ketyapti. Aynan rasmga tushirish bo'yicha ham, video tushirish bo'yicha ham. Shuning uchun biz kamera borasida ikkalasiga ham hech qanaqa ball bermaymiz. Endi AI haqida gaplashamiz. Chunki 21-asrning telefonlarining juda ham muhim jihatlaridan biri bu AI. Men Honor'ni ham, Samsungni ham AI bilan juda ham yaxshi tanishman do'stlar va meni texnologiyalik tajribam shu narsani gapiradiki, Samsungning AI asosan S lineykalarida juda ham zo'r rivojlangan o'sha Galaxy AI, aynan Samsung Galaxy S25, S26 da juda ham yaxshi rivojlangan. Lekin afsuski A lineykalarida u darajada yaxshi rivojlanmagan. Shu narsani inobatga olgan holda xitoyliklar bu narsani tushundida va AI ni o'zini subflagmanlarida tig'iz integratsiya qilishni boshladi va meni fikrim bo'yicha bu ularni yutuqlaridan biri bo'ldi. Chunki masalan Honor 600 dagi image to video 2.0 uje qaranglar nimalar qila oladi. Masalan, men kecha Bunyodkor stadionida mana shu rasmga tushdim. Orqada futbolistlarimizning kartonli nimasi turibdi, versiyasi turibdi. Bu kartonda va mana image to video bizga mana bunaqa video qilib berdi. Ko'rishingiz mumkin, men kulyapman. Va futbolistlar ko'rdingizmi, tirik bo'lib ketdi. Gap bo'lishi mumkin emas, juda ham zo'r. Undan tashqari bu yerda siz mana bunaqa narsa qilishingiz mumkin. Mana Sazdaytni bosasiz, foto, videoni tanlaysiz. Keyin bu yerda hozir har xil variantlar chiqadi. Masalan, mana выбор изображения qilasiz. Aytaylik, mana bu rasmni yo'q, mana bunisini tanlaylik, добавить qilamiz va bu yerda siz o'zbek tilida prompt yozishingiz mumkin. Ushbu rasmni tiriltirib ber deb yozamiz. Sozdать knopkasini bosamiz. Endi ozroq kutamiz. Rasmimiz tayyor bo'ldi. Play ni bosamiz. Mana qaranglar, rasmimiz tirildi. Prompt yozdik o'zbek tilida va o'zbek tilini tushundi. Aynan bu yerda mana shu funksiyani siz bepul ishlatishingiz mumkin va o'zbek tilida prompt yozish mumkinligi bu yaxshi narsa. Nega? Chunki bu telefonning user interfeysi demak O'zbekiston hududi uchun yaxshi integratsiya qilingan deb hisoblanadi. Image to video funksiyasi birinchi bor Honor 400 da chiqdi, adashmasam agar, va u yerda siz prompt yoza olmasdingiz. Bu yerda o'zi yozsa bo'ladi. Va birinchi versiyasiga qaraganda ikkinchi versiyasi tan olish kerak, ancha oldinga chiqib ketib qoldi. Undan tashqari ana funksiyalar bor-ku, rasmdagi kerak emas obyektlarni o'chirib tashlash yoki odamlarni avtomatik определять qilish, ularni o'chirib tashlash, bu o'zi buni stokoviy funksiyalari deb hisoblanadi. Samsungda ham bor unaqa funksiyalari, o'sha odamlarni olib tashlash, kerak emas obyektlarni olib tashlash va hokazo. No, afsuski mana bunaqa image to video kabi funksiyalari yo'q va bu yerda AI bo'yicha 1 ballni biz xitoyliklarga berishga, nima deydi,
berish kerak, chunki realni bular oldinga chiqib ketib qolibdi AI bo'yicha. Shunda umumiy hisobimiz 2-1 bo'lyapti Honor'ning foydasiga. Lekin Samsung Galaxy A50 narxi $50-60, Honor 600 ga qaraganda arzonroq bo'lganligi uchun bu yerda 1 ballni Samsungga berishga to'g'ri keladi, chunki narx bu juda ham muhim afzallik deb hisoblanadi. Chunki meni o'zim 19-20 yosh bo'lganimda bironta telefon xarid qilsam, odatda telefonni men eng oxirgi pulimga xarid qilaman va bunaqa holatda hattoki $50-60 ustiga qo'shib olishim men uchun bu challenge bo'ladi. Shuning uchun narx borasida biz Samsungga 1 ballni beramiz. Shunda umumiy hisobimiz 2-2 bo'ldi. Batareyaga keladigan bo'lsak, bu yerda juda ham qiziqarli holat. Honor'ni qarang ingichkaligini. Bu ham ingichka. Gap bo'lishi mumkin emas. Даже bu ingichkaroq ekan. Samsung ingichkaroq ekan Honor'ga qaraganda. No, ikkalasi ham ingichkada. Gap shundaki, Honor'da batareyasi 7000 mAh ekan. Men o'yladim-da, qanaqa qilib bular bunaqa ingichkani ichiga 7000 mAh tiqishgan. Aldashganmi bizni? Keyin bilsam, buning ichida litiy ionli batareya emas, balki kremniy uglerodli batareya ekan. Kremniy uglerodli batareyani afzalligi shundaki, u kamroq joyni egallab, ko'proq kuch bera oladi. Mana shunaqa. Quvvat olish kuchi boya ko'rdik, korobkasining ichidan 80 vatli adapter chiqdi. Rovna 80 vatni o'ziga qabul qilish imkoniyati bor va bunda quvvat berish kuchi ham bor ekan. U 27 vat. Ya'ni bu yerda reversivniy zaryadka bor. U funksiyasini siz aktivatsiya qilganingizdan keyin, masalan, mana bu telefoningiz besprovодной zaryadka bo'yicha quvvat olish imkoniyati bo'lsa, uni mana bundoq qo'yasiz va Honor boshqa telefonga yoki boshqa soatga yoki naushniklaringizga zaryad beradi, zaryadka qilishingiz mumkin. Lekin bu narsani men regularni qilishga maslahat bermayman, chunki batareyani tez iznos qilishga olib keladi bu narsa. 0 dan 71% gacha yarim soatda zaryadka oladi ekan, kompaniyaning aytishi bo'yicha. Va undan tashqari kompaniya bizga bu telefonning batareyasi siz agar o'rtacha rejimda ishlatsangiz agar 2 kunga yetib beradi deb va'da berishgan. Lekin kelinglar, mayli optimist bo'laylik, yo'q, mayli realist bo'laylik, 1,5 kunga ham yetib bersin, itto zo'r rezultat degani. Samsungga keladigan bo'lsak esa, bu yerda 5000 mAh hajmga ega batareya o'rnatilgan va bu yerda hech qanaqa kremniy uglerod emas, balki bu yerda oddiy litiy ionli texnologiya bo'yicha ishlab chiqilgan batareya turibdi. Quvvat olish kuchi 45 vatt. Lekin afsuski, korobkasining ichidan hech qanaqa adapter chiqmaydi, uni siz sotib olishingizga to'g'ri keladi. 0 dan 64% gacha yarim soatda to'ladi ekan. Endi batareya bo'yicha menimcha o'zingiz tushunib oldingiz. 1 ballni bu yerda Honor olib ketadi. Shunda umumiy hisobimiz hozir 3-2 bo'ldi. Tanlovga keladigan bo'lsak, ko'pchilik baribir mahsulotlarni brendni mashhurligi va brendni kuchiga qarab qiladi. Bu holatda Samsung brendi kuchliroq va mashhurroq deb hisoblanadi. Chunki bozorda Samsung Honor'ga qaraganda ancha yillardan beri ko'proq mavjud. Bu holatni qanaqa men ifodalab berishim mumkin? Masalan, $35,000 ga siz BMW i3 olishingiz mumkin. Da, u BMW brendoviy mashina zo'r, lekin uni даже sideniyasini podogrev ham bo'lmaydi. Ya'ni pustushka versiyasi bo'ladi-da. Yokida $36,000 ga siz Voya Free olishingiz mumkin, xitoyliklarning mahsuloti va u reально nafarshirovanный mashina bo'ladi, полный привод bo'ladi, gibridniy tizim bo'ladi, anaqa torpedkasi tepadan pastga tushib chiqadi, to'liq ekran bo'ladi, xullas nima xohlasangiz hammasi bo'ladi. Mana shunaqa assotsiatsiya bo'lyapti-da menda. Agarda siz pantanutsa qilmoqchi bo'lsangiz, do'stlaringizni oldida men BMW da keldim, короче, lekin podogrev ham yo'q-da sideniyasida. To'pda unda BMW oling. Agarda sizga komfort, 21-asrning texnologiyalari hammasi kerak bo'lsa, to unda Voya Free olganingiz yaxshi. Samsung va Honor telefonlari bilan ham примерно shunaqa situatsiya, do'stlar. Va bu dunyoda har xil odam bor, har xil did bilan, har xil byudjet bilan, har xil xohish bilan. Va o'sha odamlar o'zini xohishi va didiga qarab tanlovni qiladi. Meni vazifam o'sha tanlovni qilishga yordam berib borish va yo'nalish ko'rsatib borish. Konkursda ishtirok etish uchun tavsifdagi havola bo'yicha meni Telegram kanalimga o'tasiz, mana Telegram kanal va tepada qistirilgan post bor. Mana pin qilingan, bosasiz va mana ushbu konkursimizni posti chiqadi va pastda ishtirok etish tugmasini bosib qo'ysangiz bas. Lekin shu narsani inobatga olish kerakki, Honor kompaniyasi hozirgi paytda O'zbekiston bozorida juda ham aktiv ketyapti. Va nafaqat telefonlari bilan, balki endi ko'rishingiz mumkin, naushniklari bilan, soatlari bilan kirib bo'lyapti o'zini ekotizimini qurish uchun. Va men yaqinda statistika bo'yicha ma'lumotlarni o'qib qoldim. Masalan, bir 3-4 yil oldin O'zbekiston bozorida lideruvchi kompaniyalardan biri bu Samsung, Xiaomi shular bo'lganda, ya'ni ko'p sotilgan. Hozirgi paytda Honor'ni O'zbekiston bozoridagi mobil telefonlarni sotuvi bo'yicha erishgan ulushi bozorda 30% ekan. Ya'ni O'zbekiston bozorini 30%
ulushi telefon sotuvi bo'yicha Honor'ga tegishli ekan. Bu menimcha juda ham zo'r, dostoyniy rezultat deb hisoblanadi. Umid qilamanki, sizga bu video yoqdi. Agarda shunday bo'lsa, sizdan bitta like. Agar yoqmagan bo'lsa, nega yoqmaganligini izohlarda yozib qoldirib keting.